Birlashgan Arab Amirliklari biz O'zbekiston fuqarolariga nisbatan vizani qayta joriy qilishi mumkin. Nimaga desangiz, yaqinda yangiliklardan ko'rgan bo'lsalaringiz kerak. Amirliklarda ikkita o'zbek bandit guruhi pichoqbozlik o'tkazgan va mana shu pichoqbozlik bizlarga juda ham qimmatga tushadi endi aniq. Bundan salgina oldinroq yana o'sha o'zimizning o'zbeklar, yana o'sha amirliklarda yahudiylar ravinni so'yib ketgandan keyin o'zi anchagina muammolar ko'paydi. Qanaqa muammolar desangiz, ko'pchilik O'zbekiston fuqarolari, asosan erkaklar va yosh yigitlar, hamma ham emas, lekin ko'pchiligi aeroportda juda ham uzoq soat davom etadigan so'roq-savollarga tutilishgan yoki bo'lmasam o'sha kelgan samolyotga qaytib o'tkazishib, O'zbekistonga kuzatib qo'yib, chao deb qo'yishgan. Mana bu esa ikkinchi voqea esa pichoqbozlik voqeasi effekt dominoni keltirib chiqaradi deb o'ylayman. Nimagaki hozir Arab Amirliklari va unga qo'shilib qo'shni davlatlari o'sha Qatar, Oman ham vizasiz davlat, plus vizalik bo'lsa ham lekin onlayn osongina olinadigan vizalar Saudiya Arabistoni va Bahrayn ham barcha mana shu davlatlar O'zbekiston fuqarolariga nisbatan viza siyosatini qaytib ko'rib chiqishi mumkin. Ming afsus. Mana shunaqa podada o'zi har doim ikkita bo'ladi deydi-yu, barchaga ta'sir bo'ladi. Ming afsus .uz. Endi nima bo'ladi, nima qiladi, vaqt ko'rsatadi, kuzatamiz. Hozircha esa chao.